ko'pincha homiladorlarimiz og'riq bilan kelishadi, og'riq bo'lyapti deyishadi. Nimadan qo'rqamiz biz? Erta tug'ruq xavfidan qo'rqamiz. Oldin o'zida bunaqa keng tarqalgan tekshiruv bo'lmagan paytlarda shifokorlar qanaqa tekshirishgan? Qo'lligini vaginalni tiqib, bachadonni bo'ynini o'lchashgan, uzunligini, ochilib qolmaganmi, yumshab qolmaganmi. Hozir unaqa qilishga hojat yo'q. Hozir vaginalni uzidi bor, vaginalni uzididan homilador meni istalgan srokda foydalanish mumkin. Bu homilaning tushib qolishiga umuman ta'sir etmaydi. Mana masalan, katta srokda biz vaginalni uzididan nimaga foydalanamiz? Homilani chiqish yo'llari, ya'ni bachadon bo'yni uzunmi, yopiqmi, shuni baholash uchun vaginalni uziga qilamiz. Mana patsientkamizda 20 haftalik homiladorlik. Mana shu bachadon bo'yni, mana bolani suvi, tana qismi va yaxshilab e'tibor bersanglar, kattaroq qilib ko'rsataman sizlarga. Yaxshilab mana e'tibor bilan qarasanglar, mana shu kanal ko'rinadi mana. Kanal. Buni menga ustozim Muhabbat Po'latovna o'rgatganlar. Bolani tug'iladigan yo'li shu o'rtoqlar. Mana shuni bizlar vaginalni uzida o'lchaymiz. Mana ichki eshikdan, eshik deb aytadiganmiz. Tashqi eshikgacha qancha millimetr? Hozir bizda 35 chiqdi. 25 dan qisqa bo'lsa, bu erta tug'ilish xavfi bo'ladi va orasi ochilib qoladi. Mana shu qism. Shu qism ochilib qolsa, bir xil bundoq taqasimon bo'lib ochilishni boshlaydi. Sheyka uzun sheyka kaltalashib qoladi. Ana o'sha erta tug'ish xavfi bo'ladi.